Assalomu alaykum, Forum Mebel kuzatuvchilari. Mana navbatdagi oshxona mebelimizni Namangan shahar Hamza ko'chasi Alpomish mahallasiga Shuhratbek akamizning xonadoniga olib kelib o'rnatdik. Bu ishimizni 20 kun oldin o'lchab ketdik. Mana bugungi Xudo xolasa nasib qilib olib kelib mana chiroyli holatda o'rnatib berdik. Xo'p, bu ishimiz o'sha metri devordan devorga olib 550 sm ga joy bo'lgan. 550 sm bir-biriga joylashtirib ketdik-da, mana bu chekasiga xolodilnigi tepasiga tumbasi qo'yib ketdik. O'rta tomoniga bu joyiga gaz, bu joyiga vitichka, kir mashinani ham bir yo'li joylab ketdik deydi. Kir mashinalariga ham joylab ketdik. Bu chekasiga mo'lka bo'ldi. Tepasiga mana sushilkalarni ham olib kelib o'rnatdik. Bu chekasida to'pliklarning narsalari bor ekan, bu joyni ham qo'ndi mana katta holatda qilib bemalol foydalana oladigan qilib joyni joylab ketdik. Hop, bu joylarni mana kattagan eshik bo'ldi. Hop, bu ishimizni Hamza shahriga olib kelib o'rnatdik. Akamiz ijtimoiy tarmoqlarda ishlarimizni yoqqan ekan, telefon qiluvdi. Kelib joylarni o'lchdik. Mana bugunga olib kelib o'rnatdik. Bu ishimizni har doimgidagi stalishnisalari rossiyskiy bo'ldi. Oshxonalarda 70 kilogramda bemalol ko'tara oladigan rezinli kronka ruchkalariga bor baquvvat bo'ldi. Xo'p, yerdan balatiga 240 lik joy bo'ldi. Sababi bu joyni 90 balatlik qildik. Sababi kir mashina o'rnab ketish uchun. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimizni ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bu ishimizni metrini 2.600.000 so'mdan chiqarib berdik. 2.600.000 so'mni o'sha 5 metr, 90 santimetrga urdik. Sababi xolodilnigi o'rni chiqdi, tepasini bonus hisobida keldi. O'sha summasi 13.800.000 so'mga dastlabki uстановkalarni olib kelib o'rnatishlari bilan Xudo xolasa olib kelib o'rnatdik. Hoji tog'a, ishimiz ma'qul bo'ldimi? Juda chiroyli chiqdi. Omadingni bersin. Parvardigor bexatar beshikach yuringlar. Bundan ham battar klientlaringni ko'paysin. Hammaga yaxshi xizmatinglarni qilib yuraveringlar. Xudo xolasa. Rahmat. Aloqaga chiqib